Bu xabar sizni ham hayron, ham xursand qilishi aniq. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy jamoasining tajribali himoyachisi Islom To'xtaxo'jayev o'ziga sovg'a qilingan BYD Song Plus Champion hibrid avtomobilini jamoadoshi Bobur Abduxoliqovga sovg'a qildi. Milliy jamoa sobiq ustozi Srechko Katanis esa o'ziga hadya etilgan BYDni jamoa tarjimoni Davron Ahmedovga sovg'a qildi. Bu haqda sharhlovchi Xayrulla Hamidov hamda futbol jurnalisti Narzulla Saydullayev ma'lum qildi. Qayd etish kerak, O'zbekiston milliy jamoasi a'zolariga jahon chempionati yo'llanmasi qo'lga kiritilgani uchun BYD avtomobillari sovg'a qilindi. Mashinalar kalitini shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev Qatar bilan o'yindan so'ng futbolchilarga topshirdi. Ta'kidlash joiz, Bobur Abduxoliqov mundial saralashining so'nggi bosqichida O'zbekiston safida 4 ta o'yinda qatnashdi. U Shimoliy Koreyaga qarshi bahsda assistni amalga oshirgan bo'lsa, Birlashgan Arab Amirliklari bilan o'yinda penalti ishlashga muvaffaq bo'lgan. OKMK a'zosi Islom To'xtaxo'jayev esa milliy jamoaning so'nggi 2 o'yiniga chaqirilgan edi. Ammo davlat mukofoti bilan taqdirlanganlar ro'yxatidan Abduxoliqov emas, balki To'xtaxo'jayev o'rin olgandi. Biz esa Islom va janob Katanisga bu harakati uchun barakalla deymiz.